Bir kuni tunda osmonga qaraysiz. Osmondagi barcha yulduzlardan-da yorqinroq nurlangan yulduzni ko'rasiz. Lekin u asta-sekin so'nib boradi va bir necha hafta ichida butunlay yo'qoladi. Bu koinotdagi eng katta portlash — supernova. Yerga eng yaqin yulduz Quyosh, lekin u portlab ketmaydi. Lekin agar bir yulduzning massasi Quyoshnikidan 8 baravar ko'p bo'lsa, u hayotining oxirida supernovaga aylanadi. Boshqa galaktikalarda portlaganda supernovalar o'sha galaktikadagi milliardlab yulduzlarning barcha yorug'ligidan ham yorqinroq bo'lib ko'rinadi. Xo'sh, agar bunday portlash bizga juda yaqin joyda sodir bo'lsa, Yer sayyoramizga nima bo'ladi? Massiv yulduzlar o'z yadrosida ulkan miqdorda yadro yoqilg'isini yoqadi. Bu jarayon shunchalik ko'p energiya chiqaradiki, yulduz markazi juda qiziydi. Issiqlik bosim hosil qiladi va bu tashqi bosim tortish kuchiga qarshi turib, yulduzni siqilib qulashdan saqlaydi. Ya'ni yulduz butun umri davomida ikki kuch — tortishish va yonish bosimi o'rtasidagi muvozanatda yashaydi. Yoqilg'i tugaganda esa bu muvozanat buziladi. Yulduz soviydi, bosim pasayadi va gravitatsiya g'alaba qozonadi. Yulduz o'z-o'ziga qulab tushadi. Shu qadar tez va kuchli tarzdaki, bu qulash ulkan zarba to'lqinini hosil qiladi va yulduzning tashqi qatlamlarini portlatib yuboradi. Bu supernovaning birinchi va eng keng tarqalgan yo'li. Ammo har doim ham katta yulduzlar portlab supernovaga aylanavermaydi. Ba'zida ular sekingina qora tuynukka aylanib qolishadi. Ikkinchi yo'l esa boshqacharoq. Ikkita yulduz bir-birining atrofida aylanadigan tizimni tasavvur qiling. Ulardan biri Quyosh kattaligidagi yulduzning yoqilg'isi tugagandan keyin qolgan oq mitti. Agar bu oq mitti hamrohidan juda ko'p moddani tortib olsa yoki boshqa oq mitti bilan to'qnashsa, u ham portlab supernovaga aylanishi mumkin. Portlashlar shunchalik kuchliki, ularni odamlar ming yillar oldin hech qanday teleskopsiz ham osmonda payqashgan. 1024-yilda Xitoy astronomlari kunduzi ham ko'rinadigan g'ayrioddiy yorqin yulduzni qayd etishgan. Bugungi kunda o'sha portlash o'rnida biz Qisqichbaqa tumanligi, ya'ni Crab Nebula deb ataladigan gaz bulutini kuzatamiz. Bu supernovaning qoldig'idir. Yana bir mashhur voqea 1604-yilning 8-oktyabrida astronom Johannes Kepler tunda osmonga qarab, ilgari hech ko'rmagan yorqin yulduzni payqab qoladi. Bu yulduz osmondagi barcha boshqa yulduzlardan yorqinroq edi. Kepler o'z kuzatuvlarini De Stella Nova nomli kitobida yozib qoldirgan. U bu yulduzni yangi tug'ilgan yulduz deb o'ylagan edi. Aslida esa bu bir yulduzning hayotini tugashi, ya'ni supernova edi. Insonlar supernovalarni ilmiy jihatdan tushunishni yaqinda boshlagan bo'lsa-da, ularni ming yillardan beri kuzatib kelishgan. Qadimgi Hindiston, Xitoy, Arab va Yevropa astronomlari o'z yozuvlarida bu hodisalarni qayd etishgan. Lekin bunday voqealar juda kamdan kam sodir bo'lardi. Samyo'li galaktikamiz 100 milliarddan ortiq yulduzni o'z ichiga olsa-da, 100 yilda atigi bir yoki 2 marta supernova vujudga keladi. Shu sababli butun insoniyat tarixida Yerdan atigi 6 ta supernova kuzatilgan. Qolganlari esa koinotdagi chang va gaz bulutlari sababli ko'rish ilojsiz bo'lgan. Insonlar bu portlashlarni doimo faqat uzoqdan, xavfsiz masofadan tomosha qilib kelishgan. Lekin agar bunday portlash bizga ancha yaqinroq joyda sodir bo'lsa-chi? Bizga Quyoshdan keyingi eng yaqin yulduzlar tizimi Alpha Centauri bizdan taxminan 4,4 yorug'lik yili uzoqlikda joylashgan. Yulduzlar koinotda doim harakatda bo'lgani uchun vaqti-vaqti bilan ular bizga odatdagidan ancha yaqinlashadi. Agar supernova Yerdan atigi 1 yorug'lik yili masofada sodir bo'lsa, bu allaqachon sayyoramizga jiddiy zarar yetkazishi mumkin. Supernova portlashi shu qadar issiqki, u hatto temirdan og'ir elementlarni ham hosil qiladi. Portlashdan taxminan 1 oy o'tgach, o'sha elementlar radioaktiv parchalanishni boshlaydi va kuchli gamma hamda kosmik nurlarni chiqaradi. Yer odatda atmosfera va ozon qatlami tufayli kosmik radiatsiyadan himoyalangan. Ammo yaqin masofadagi supernovadan kelgan yuqori energiyali kosmik nurlar aynan shu ozon qatlamiga jiddiy zarar yetkazishi mumkin. Bu esa butun sayyoradagi hayot uchun xavfli oqibatlarga olib kelishi mumkin. Ammo tanganing ikkinchi tomoni ham bor. Xuddi shu supernovalar yangi sayyoralar, hatto hayotning o'zi yaratilishida ham muhim rol o'ynagan. Olimlarning fikricha,
hozirgi quyosh tizimining shakllanishida ham qandaydir supernova o'z ta'sirini ko'rsatgan bo'lishi mumkin. Agar ushbu mavzu sizga yoqqan bo'lsa, videoga like bosib, kanalimizga obuna bo'lib qo'ying va fikrlaringizni kommentariyada qoldiring.